Ikkinchi voqea, ikkinchi qism. Ashobul Uhud, Xandaq ahli. Marjon, yelkanlarni tushir. Lolo, langarlarni tayyorla. Qirg'oqqa tushamiz. Menga ham biror ish bormi? Katta bo'lganingda biz bilan dengizchi bo'lib ishlashing mumkin. Lekin bitta shartim bor. Kemangni tomosha qildirish uchun bolalardan ovqat olmaysan. U ovqat emas, sut edi, hojam. Qani ketdik. Qorong'i tushmasidan Ziyodni uyiga olib boraylik. Men sizni hech qachon unutmayman, janob. Kechirasiz, hali ismingizni bilmayman. Ismim Jaloliddin. Ular esa meni kapitan deb chaqirishadi. Tanishganimdan xursandman, janob kapitan. Bolakay, ish qilib qabilang shu yerdaligi aniqmi? Ha, chodirimiz mana shu quduqni yonida bo'lardi. Qayoqqa ketishdi ekan, ha? Chelak bo'mbo'sh, quduq qurigan. Demak, ular bu yerdan ketishibdi. Ko'chmanchi qabilalar shunaqa bo'ladi. Bolachi, u qayerda qoladi? Ota-onasi kelgunicha biroz suv, ovqat qoldirib ketsak bo'lardi. Ular bolakayni qidirib qaytib kelishadi-ku baribir. Qanday qilib cho'lda bir o'zini qoldirib ketamiz? Yosh bola-ku. Hojam, biz yuklarni egalariga yetkazib berishga va'da berganmiz. Yetkazib beradigan vaqtimiz o'tib, kechikib ham bo'ldik. Bu qanaqa ovoz? Buncha qo'rqinchli. Bo'rilar uvillayapti. Ilgari eshitmaganmisan? Qo'rqma, men bilan ketasan. Bu yerda bir o'zingni qoldirib ketib, xotirjam o'tira olmayman. Lekin yosh bolani kemada olib yurish ham xatarli-ku. Har xil holat bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Xatardan aniq xatar xavfliroq. Bolaning ota-onasi-chi, ular xavotir olmaydimi? Qaysi bandargohda to'xtasak, tushib, ularni izlab surishtiramiz. Dengiz quruqlikni har tomondan o'rab turadi. Hamma shaharlarga, hamma cho'llarga borib ko'raman. Seni ota-onangga sog' salomat topshirmaguncha sahroning har bir qarichini qidirib chiqaman, bolam. Qayerda yuribsan, kapitan? Bir bola tasodifan kemamizga kelib qolgan edi. Endi ota-onasini qidirib yuribman. Uni topshirishim kerak. Ota-onasi ko'chmanchilardanmi? Ha, qayerdan bilding? Bir novcha sahroyi kishi xotini bilan kelishgan edi yaqinda. Ziyod degan o'g'limizni qidirib yuribmiz deyishdi. Belgilari xuddi shu bolaga to'g'ri kelyapti. Men o'sha Ziyodman. Ular qayoqqa ketishdi? Seni izlab bir kemaga minib ketishdi. Ular bizni, biz ularni izlab yuraverar ekanmiz-da. Endi nima qilamiz? Jim turing. Kema qaysi tomonga ketdi? Kunchiqar tomonga ketdi. Lekin qaysi bandargohga ketganini bilmayman. Inshaalloh biz unga yetib olamiz. Ketdi, yuringlar. Ha, o'ylanib qolding, bolam. Endi nima bo'lishini o'ylab qo'rqib ketyapman. Ota-onamni topa olmasak nima bo'ladi? Inshaalloh topamiz ularni. Bilib qo'y, hamma narsa Allohning qo'lida. Inson o'zicha har qanday reja tuzishi mumkin, lekin Alloh uning peshonasiga yozgan narsagina bo'ladi. Xandaq ahli qissasidagi bolaga nima bo'lgan keyin? Aytib bering. Mayli, oldin kechki ovqatni yeb olaylik. Keyin aytib beraman. Xullas, o'sha yaxshi bola sehrgar bilan rohibning o'rtasida rosa qatnadi. Sehrgar unga firibgarlikni, yolg'onchilikni o'rgatdi. U mashhur bo'lib, podshohga yaqin odamlardan bo'lib qoldi. Rohib esa unga Iso alayhissalom olib kelgan dinni o'rgatdi. Natijada u podshohning huzuridan quvildi. Nihoyat kattakon maxluq paydo bo'lganda rohib o'rgatgan duoni aytib uni o'ldirdi.
Ana shunda u haq yo'lni anglab, rohibga ergashishga, Allohga yaqinroq bo'lishga qaror qildi. Sehr va firibgarlikni esa shu kuniyoq tashlab tavba qildi. Hammasini eshitdim. O'sha maxluqni sen o'ldirganing rostmi? Men emas, ustoz. Bu maxluq Allohning ismi va buyrug'i bilan o'ldi. Barakalla o'g'lim, barakalla. Men bu haq dinni ko'proq o'rganmoqchiman. Men o'zim bilgan hamma ilmni senga o'rgatdim. Sen ustozdan o'zib ketgan shogird bo'lding. Unday demang, ustoz. Yo'q, men xolis aytyapman. Ammo bilib qo'y o'g'lim, endi senga katta sinovlar keladi. Ular seni azoblashi, o'ldirmoqchi bo'lishi ham mumkin. Kim ular? Haqning dushmani ko'p bo'ladi. Eng birinchisi anavi zolim podshoh. Sendan bir iltimos. Ular seni tutib olib, qattiq qiynoqqa solishsa, meni aytib qo'ymagin. Mening qayerda yashashimni ham bildirmagin. Endi bora qol. Nima bo'lsa peshonamdan ko'rdim. Allohning yo'lida sobit turgin. Odamlarning gap so'ziga e'tibor berma. Ana u bola bir narsalar deb kichkina toshni otgan edi. Shu kattakon maxluq ko'p etib yiqildi-yu, jon berdi qo'ydi. Adashmasam, Muso va Isoning Robbi nomi bilan deb otdi, lekin gapining qolganini eshitolmadim. Rosa yurak bola ekan-ku. Demak, maxluqni sehr bilan o'ldiribdi-da. Yo'q, agar bu sehr bo'lsa, nima uchun maxluqni katta sehrgarning o'zi o'ldirmadi? Bu sehrdan kuchliroq narsa edi. Yo'q, bu sehr emas, mo'jizaga o'xshaydi. Mo'jizani yosh bola ko'rsata olmaydi-ku. Mo'jiza ko'rsatganlarning ichida hech qachon yosh yigitlar, yosh bolalar bo'lmagan. Juda g'alati gap bo'ldi-ku. Mo'jizani o'z ko'zingiz bilan ko'ra turib yolg'onga chiqaryapsiz. U mo'jiza emas. Menimcha, oddiy bir tasodif edi. Hammaning og'zida o'sha bolaning jasorati, hamma faqat o'sha bolaning qudratini, o'sha maxluqni yengganini gapiryapti. Meni esa hech kim eslamayapti ham. Podshohni-ya. Unday demang, hazrati oliylari. Sizning qadringizni, fazlingizni hamma biladi. Endi bu bir qiziq hodisa bo'ldi-da. Odamlar birpas shuni gapirib yuradi, keyin tezda esidan chiqaradi. Boshqa tayinliroq gaping yo'qmi? Sen bosh vazirimsan. Ko'r bo'lsang ham senga ko'p yaxshilik qilaman. Hammasini seni donoliging uchun qilar edim. Shu menda o'sha donolik. Senchi? Sen nima qilding? Menmi? Haligi agar u o'ldirib qo'ymaganda, o'sha maxluqni men ham o'ldira olardim. O'chir ovozingni, miya saynigan chol. Nima deyotganingni bilyapsanmi o'zi? Sen esa burningni tagini ko'rmaydigan ko'rsan. Yo'qol ikkoving ham ko'zimdan. Hech kim kirmasin oldimga. Tashrifingizning sababini bilsam bo'ladimi? O'g'lingizda muhim ishim bor edi. Agar gumonim to'g'ri chiqib, ko'zimni yana ko'radigan qila olsa, juda katta boylik beraman. Lekin meni bolam tabib emas-ku. U hech qachon hech kimni davolab ko'rmagan. Mayli, bir urinib ko'raychi. Baribir hech narsa yo'qotmayman. Xush kelibsiz, mehmon. Hoy, xos vazir. Sen mana bu odamning ko'zini ko'ra oladigan qila olarkansan. Allohdan boshqa hech kim shifo bera olmaydi. Sizni duo qilaman xolos. Boshqa hech narsa qila olmayman. Allohim, o'zing unga shifo bergin, ko'zini ochgin. O'zing hamma narsaga qodirsan. Ya, men ko'ryapman, ko'zim ochildi. Tushimmi, o'ngimmi, hamma narsani ko'ryapman. Menga qara, xizmatingga qancha beray? Og'zingiz siqqanini ayt. Ko'zingizni ochgan Allohga shukr qiling. Bo'ldi. Senga boyligimning yarmini beraman. Ana ahmoq sehrgar hech narsa qila olmagan edi. Ana u bola haqidagi gap so'z ko'payib, obro'si oshib ketyapti-ku. U sohibi karomat emish. Og'ir kasallarni, hatto mohovlarni davolar ekan. Nega jim bo'lib qoldingiz, hazrati oliylari? Ko'zing ko'r bo'lsa, qanday qilib bizga ichimlik quyding? Hali sizga aytmadimmi? Marhamatingiz bilan tuzalib, ko'zim ko'radigan bo'ldi. Nega buni mendan yashirding?
Haligi o'zimga tegishli bo'lgan arzimas gap bo'lgani uchun sizni bezovta qilgim kelmadi. Seni kim davoladi? Afrikalik bir tabib bor ekan. Aldayapsan. Sen o'sha bolaga borgansan ablah. Kim aytib qo'ydi hazrati oliylari? Duduqlanishingdan, dovdirashingdan bildim yaramas. Iltimos meni kechiring hojam. Boshqa odamlardek yorug' dunyoni ko'rish bir umrlik orzuim edi. Muso, Iso va barcha insonlarning buyuk Robbi nomi bilan. Yo'l bo'lsin og'ayni. Podshohga xabar olib ketyapman. Men podshoh Yusuf Zinavas qasri qo'riqchilarining boshlig'iman. Juda shoshilinch xabar olib kelganman. Menga qara, yo'lda rosa charchabsan. Kuni bilan hech narsa yemagandirsan-a? Charchoq ham, ochlik ham muhim emas. Juda shoshilinch xabar olib kelganman. Podshoh muhim uchrashuvda hozir kirib bezovta qila olmayman. Yo'q, hozirroq podshohni ko'rishim shart. Nega buncha shoshilinch? Kirib podshohga Najrondan muhim xabar bilan elchi keldi. Hozirroq kirishi shart ekan deb aytgin. Juda yomon xabar-ku. Bir boshdan gapirchi. Najronga yangi din kirib keldi. Qanday qilib? Nega meni ruxsatimsiz kirib keladi? Najron meni mulkim-ku. Xo'sh, davom etchi. O'sha yangi dinni kim olib keldi? Iso Masih degan payg'ambar olib kelibdi. Nimaga chaqiryapti ekan? Yagona Allohga iymon keltirishga. Kimlar kiribdi o'sha dinga? Ba'zi butparastlar, yahudiylar kirishibdi. Allohga iymon keltirishibdi. Xalqning orasida katta fitna boshlanibdi. Shuncha gapdan nega meni xabarim yo'q? Bu din Najronga qanday qilib kirib keldi? Kim boshladi bu ishni? Bir mo'min yigit boshlabdi. U og'ir kasallarni, mohovlarni ham tuzataryapti ekan. O'zi iymon keltirgan payg'ambarning ba'zi mo'jizalarini ko'rsatar ekan. Kim bizning dinimizdan chiqsa shafqatsiz jazolayman. Men ularga ko'rsatib qo'yaman. O'sha bolani kimligini ham, uni qanday qilib tutishni ham bilaman. Xo'sh, gapirasammi yo'qmi? U bola sizga hech bir yomonlik qilmadi-ku. Podshohligingiz kerak emas unga. Qasam ichaman, menga ishoninglar. Mendan boshqa ilohing bormi? O'sha bolaning ilohiga iymon keltirasanmi? Nima qilay axir? Menga rahim qilinglar. Uni qayerdaligini aytmaguningcha qiynayveraman. Seni gapirtiradigan zo'r usullarim bor. Hazillashma men bilan. Ko'rligingda ja tillaring burro edi-ku. Demak, seni yana ko'r qilamiz. Ana o'shanda gapirasan. Yo'q, yo'q. Iltimos ko'zimga tegmanglar. Aytaman, qayerdaligini aytaman. Nimadir qilish kerak. Bu podshohning zulmi juda kuchayib ketdi. Endi chidab bo'lmaydi. Qo'limizdan nima ham kelardi? Axir ularning soqchilari ancha kuchli. Biz ularga bas kela olmaymiz. Lekin biz ulardan ko'pmiz-ku. Hammamiz birlashib ularga qarshi chiqsak, albatta yengamiz. Yo'q, ular podshohning vazirini ham, yaxshi bir rohibni ham o'ldirishibdi. Bu zolim ularni oddiy o'ldirmabdi. Arra bilan ikkiga bo'lib tashlabdi. Shuning uchun unga qarshi chiqishdan oldin biz bir o'ylab ko'rishimiz kerak. Lekin uni zulmiga indamay qarab turaversak, hammamizni o'ldiradi. Keyin kech bo'ladi. Bu zolim bechora bolaga ham rahim qilmadi. Bu bola bizga qancha yaxshiliklar qilgani esingizdan chiqdimi? Aytganimni qilsang seni kechiraman. Odamlarning orasiga borib, men ismimni aytib, hayvonni men o'ldirdim deysan. Meni kechirishing uchun odamlarni aldamayman. Qattiq qiynanglar. Musoning, Isoning va barcha insonlarning buyuk Robbi nomi bilan Allohdan boshqa iloh yo'q. Meni ilohimga ishonmaysanmi? Menga osiylik qilyapsanmi? O'ldirib tashlanglar uni. Yo Alloh, odam degan ham shunaqa berahm bo'ladimi? Bu zolim shunday qilsam taqdimni saqlab qolaman, odamlarning hayotini saqlab qolaman, o'lim jazosiga loyiq xiyonatkorni yo'q qilyapman deb o'ylaydi.
o'zini xudo deb da'vo qilgan, tiriltiradigan ham, o'ldiradigan ham menman deydigan dunyoning ishini men boshqarib turaman deydigan kimsadan nimani ham kutganding? Ketdik. Yotadigan vaqt bo'ldi. To'xtab turing. Axir bolaga nima bo'lganini eshitib olay. Qolganini ertaga aytib beraman, xo'pmi? Yo'q, hozir ayting. Nima bo'ldi keyin o'sha bolaga? Dengizchi bo'lish uchun o'rganishing kerak bo'lgan eng muhim dars tartib, intizom. Bizda qat'iy kun tartibi bor. Qachon uxlash, qachon uyg'onish, ovqatlanish, qachon dam olish, hammasining vaqti aniq belgilangan, tushundingmi? Lekin uyqum kelmayapti-da. O'sha bolaga nima bo'lganiga qiziqib ketyapman. Dengizchilikdagi ikkinchi dars rahbarga bo'ysunish. Kema kapitani nimani buyursa ham itoat qilish shart. Buyruq darhol bajarilishi kerak. Vassalom. Tushunarlimi? Tushunarli. Xo'p bo'ladi, janob kapitan. Hozir esa uxlaydigan payt keldi. Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'qitildi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayti xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid, prodyuser Abdulvohid Sattiyev, tarjimon Iskandar Ashurov, ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Dublyajda artistlardan Mahmud Ismoilov, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Ahror Alijonov, Oybek Tohirov, Bobur Do'stmatov, Jamoliddin Abdujabborov, Nuriddin Do'stbekov, Jasur Sharofiddinov, Isabek Masnonov va Behzod Muhammadkarimov ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov, ovoz rejissyori Jasur Ochilov, video muhandis Muhammad Sodiq Akromov, ma'mur Ahror Yahyo.